Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumanida o'z choksiz tarmoq xizmatlarimizni olib boryapmiz. Bu yerda akalarimizga rangli oq rangda kelayotgan choksizlarni inshaalloh chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. Mana ustonovga qilganlarimiz, ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Hozir uyimizda aylanasiga shunday oldi shapka polnisti oq fasonda oq rangda bo'ladi choksiz tarmoqlarimiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Mana ustonovka jarayonlari har bir 60 sm ga bitta kamar, keyin shiperda tepasiga tunika bu yerda tunika ekan, tunikani tepasiga qotirib chiqdingiz hammangizda. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Mana shunday chiroyli oq fasonda qilib beryapmiz, xudo xolasa. Mana ustakilar bilan birga o'rnatib, chiroyli qilib chiqarib beramiz.